Ramazon oyida Allohni zikr qilish ro'zadorning ziynatidir. Ibn Qoyyim rahimahulloh shunday deganlar: har bir amal qiluvchining afzali o'sha amalda Allohni eng ko'p zikr qilganidir. Bas ro'zadorlarning eng afzali ro'za davomida Allohni eng ko'p zikr qilganlaridir. Qalblarni kirlardan va gunohlardan asrash ro'zadorning darajasini ko'taradi. Alloh taolo shunday deb marhamat qiladi: u kunda na mol davlat na bola chaqa foyda berur, magar Alloh huzurida salomat qalb bilan kelgan kishilargagina foyda berur. Fuzayl ibn Iyoz rahimahulloh aytganlar: bizning nazdimizda yuksak darajalarga erishganlar bunga ko'p namoz o'qish yoki ko'p ro'za tutish bilan emas, balki nafs saxovati, ko'ngil pokligi va qalb salomatligi bilan erishganlar. Haqiqiy ro'za qanday bo'ladi? Ro'za faqatgina yeb ichishdan tiyilish emas, balki a'zolarni ham gunohlardan tiyishdir. G'iybat, yaxshiliklarni yo'q qiladi. Haromga nazar solish ro'zadorning savobini kamaytiradi. Ramazon oyi ustingizga bir viqor va xotirjamlik bo'lsin. Ro'za tutgan kuningiz bilan tutmagan kuningiz bir xil bo'lib qolmasin. Ramazon xayrli ishlar eshiklari ochilgan va toat ibodatda musobaqalashadigan bir maydondir. Bu maydonda ibodatga shoshilganlar yutib chiqadi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Ramazonda boshqa oylarda jamlanmagan darajada ko'p ibodat turlarini jamlar edilar. Zero mukofot amalning turiga qarab beriladi.